Salom do'stlar, bugun sizga juda muhim va oddiy tilda tushunarli qilib oziq-ovqatlar tarkibi haqida gapirib beraman. Oqsil nima, uglevod nima, yog' haqida nimalarni bilish kerak va eng muhimi kilokaloriya degani nima? Buni oddiy qilib tushuntiraman. Ko'pchilik sog'lom ovqatlanish haqida gapiradi. Lekin aslida biz iste'mol qilayotgan mahsulotlar tarkibini bilamizmi? Nima uchun ba'zilar tez semiradi? Boshqalar esa ovqat yeyishsa ham ozib ketadi. Bugun shu kabi savollarga javob topamiz. Demak, avvalo kilokaloriya nima ekanini tushuntirib beraman, keyin esa oqsil, uglevod, yog'lar haqida sodda va tushunarli qilib gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Kilokaloriya nima? Kilokaloriya bu energiya o'lchov birligi. Biz iste'mol qiladigan ovqat tanamizga energiya beradi va bu energiya kilokaloriya bilan o'lchanadi. Masalan, mashina harakat qilish uchun benzin sarflaydi. Odam esa harakat qilish uchun, nafas olish uchun va yashash uchun kaloriyaga muhtoj. Kaloriyalar qanday ishlaydi? Agar iste'mol qilgan kaloriyamiz sarflaganimiz bilan teng bo'lsa, vaznimiz o'zgarmaydi. Agar ko'p kaloriya iste'mol qilsak, ortiqcha harakat qilmasak, yog' sifati saqlanadi va semiramiz. Agar kam kaloriya iste'mol qilib, ko'p harakat qilsak, tanamiz zaxirasidagi yog'larni yo'qotamiz va ozamiz. Kaloriyani hisoblash usullari. Erkaklarda, ayollarda har xilcha. Sizlarga erkaklarning o'rtacha kilokaloriyalar haqida aytib o'tib ketaman. 2500-3000 kilokaloriya erkaklar uchun, sportchilar uchun 3000-4000 kilokaloriya yuklamaga qarab. Agar vazni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, kaloriyadan 500-700 kilokaloriyagacha kamaytirish kerak. Agar mushak o'stirmoqchi, vazn to'plamoqchi bo'lsangiz, 500-700 kilokaloriya oshirishingiz kerak. Xuddi shunday qilib. Ba'zi mahsulotlarning kaloriya miqdorini aytaman. 100 gram uchun 100 gram guruchda 130 kilokaloriya mavjud, 100 gram kartoshkada 90 kilokaloriya, tuxumda 70 kilokaloriya, tovuq go'shtida 160-200 kilokaloriyagacha, mol go'shtida esa 250 gram kilokaloriya mavjud. Kilokaloriyani to'g'ri taqsimlashtirib aytaman. Kun davomida kaloriya iste'mol qilish quyidagicha taqsimlanadi. Nonushtaga 20-25% kaloriya hisoblaymiz. Tushlikka 40-45%, kechki ovqatga 20-25%, yengil tamaddilar 5-10%. Sizlarga masalada berib o'tib ketaman. Ovqatni oldindan rejalashtirish kaloriyani ortiqcha yeyishni oldini oladi. Tez hazm bo'ladigan uglevodlardan qochish, shirinliklar, ya'ni fast foodlar haqida aytyapman. Ko'proq harakat qilish, kaloriyani sarflash uchun faol bo'lish kerak. Shunday qilib kaloriyani nazorat qilib yesak, vaznni barqaror ushlab turishimiz yoki o'z maqsadimizga erishishimiz mumkin. Oqsil haqida endi gaplashsak. Oqsil bu tanamiz hujayralari va mushaklarning qurish materiali. Xuddi uy qurish uchun g'isht kerak bo'lgan kabi, mushaklar qurish va tiklash uchun ham oqsil kerak. Oqsil mushaklarning o'sishi, immunitetni mustahkamlashi, teri, soch, tirnoqlarimiz sog'lom saqlash uchun muhim rol o'ynaydi. Agar organizmga yetarli oqsil olmasa, mushaklar zaiflashadi, energiya kam bo'ladi va tiklanish jarayoni sustlashadi. Oqsilning vazifalari, asosiy vazifalarini tushuntirib o'tib ketaman. Mushaklarni qurish va tiklash, ayniqsa sport bilan shug'ullanuvchilar uchun muhim. Immunitetni kuchaytirish, kasalliklarga qarshi kurashishga yordam beradi. Gormonlar va fermentlar ishlab chiqarish, hazm qilish va boshqa muhim jarayonlarni boshqaradi. To'q tutish xususiyati. Oqsil ko'p iste'mol qilgan odam uzoq vaqt davomida ochlik hissini sezmaydi. Qancha iste'mol qilish kerak? Oqsil iste'mol qilish miqdori tana vazni, jismoniy faolligi va maqsadiga qarab. Oddiy odamlarga har 1 kilogram vazn uchun 1 gramdan, mushak o'stirish istaydi bo'lganlar uchun 1,5-2 gramni har 1 kilogram uchun ko'paytiramiz do'stlar. Masalan, agar sizning vazningiz 70 kilogram bo'lsa, oddiy hayot tarzida 70 gram oqsil. Sport bilan shug'ullansangiz 105-140 gram oqsil.
Mushakni o'stirmoqchi bo'lsangiz 140-175 gramm oqsil iste'mol qilishingiz kerak. Oqsilga boy mahsulotlar har 100 gramm uchun aytib o'taman, tovuq go'shtida 20-25 gramm oqsil bor, mol go'shtida 20 gramm oqsil, baliqda 18-22 gramm oqsil, tuxumda 6 gramm oqsil, sut va qatiqlarda 3-4 gramm oqsil mavjud ekan. Oqsil yetishmovchiligi belgilari: mushaklarning zaiflashishi, soch to'kilishi, tirnoqlarning mo'rtlashishi, immunitening pasayishi, tez kasallanish, ya'ni kam energiya va charchoq. Oqsil iste'mol qilish bo'yicha kun davomida oqsil taqsimlab yeyish, har ovqatga biroz qo'shish kerak. Shirinlik va ortiqcha uglevodlardan qochish. Shirin yema shirin bola bo'lasan deydi-ku, xuddi shunday. Uglevod haqida endi gaplashamiz do'stlar. Uglevod bu tanamizning asosiy energiya manbai. Xuddi mashina benzinsiz yurmagani kabi, odam ham uglevodsiz, energiyasiz qoladi. Uglevodlar tana, miya mushaklari va ichki organlar normal ishlashi uchun zarur. Sportchilar va faol harakat qiladigan odamlar uchun uglevod juda ham muhim. Chunki ular og'ir mashg'ulotlar o'taydi. Charchoqni oldini olish uchun kerak uglevodlar. Uglevodlarning vazifalari, asosiy vazifalarini tushuntirib o'taman. Buni ham tez energiya beradigan manba, kun davomida harakat qilish uchun zarur. Mushaklarni tiklash va o'stirishga yordam beradi. Mashg'ulotlardan keyin mushaklar uglevodlar orqali tiklanadi, chunki miyani oziqlantiradi, yaxshi fikrlaysiz, hazm qilish tizimini yaxshilaydi. Uglevod turlari. Uglevodlar 2 xil turga bo'linadi. Yaxshi uglevodlar asta so'riladi, uzoq vaqt to'q tutadi. Yomon uglevodlar tez so'rilib ketadi va ortiqcha vaznni olib kelishi mumkin. Shakar, misol uchun, darajasi keskin ko'tarib yuborish mumkin, yoki aylanib ketadi. Chunki misol uchun shakar, qandolat mahsulotlari, gaz ichimliklarda bu yomon uglevodlar turiga kiradi. Kunlik uglevod miqdori, uglevod iste'mol qilish miqdori odamning maqsadi va faolligiga bog'liq. Bunda ham oddiy odamlar uchun 3-4 grammdan har bir tana vazni uchun, har 1 kilogramm tana vazni uchun hisoblanadi. Ozmoqchi bo'lganlar uchun 2-3 gramm, sportchilar va o'sish istagida bo'lganlar uchun 4-6 grammgacha har bir tana vazni hisoblanadi. Buni ham hisoblab berib o'tib ketasiz, lekin bizga ajratilgan vaqt juda ham kam. Shuning uchun uglevod yetishmovchiligi belgilari haqida to'xtalib o'taman. Endi qaysi? Misol uchun olmada 52 kilokaloriya, 14 gramm uglevod, sabzavotlarda 20-40 kilokaloriya mavjud, 5-10 gramm uglevod. Shakar va qandolat mahsulotlarida 400-500 kilokaloriya, 90-99 gramm uglevod mavjud. Uglevod yetishmovchiligi belgilari: charchoq, energiya kamayishi, mushaklarning kuchsizlanishi, konsentratsiyaning pasayishi, kayfiyatning tushishi. Uglevod iste'mol qilish bo'yicha ham hali kelgusi videoroliklarimda maslahatlar berib o'taman. Yog' nima va nima uchun kerak? Ko'pchilik yog'ni zarar deb o'ylaydi, lekin aslida yog' tanamiz uchun muhim oziq moddasi. U energiya uzoq saqlash, hujayralarni himoya qilish, gormon ishlab chiqarish va organizmimizning umumiy ishlashini qo'llab-quvvatlash uchun zarur omillardan biri. Yog'ning vazifalari, asosiy vazifalariga to'xtalib o'taman. Energiya manbai tanadagi eng uzoq vaqt saqlanadigan energiya manbai hisoblanadi. Vitaminlar so'rilishga yordam beradi. A, D, E, K vitaminlari faqat yog' bilan birga hazm bo'ladi. Tana haroratini tartibga soladi, sovuq organizmni isitgich vazifasini bajaradi, ya'ni pechga. Gormon ishlab chiqarish, testosteron va boshqa muhim gormonlar yog'siz ishlamaydi. Miya va nerv tizimi uchun muhim, yaxshi xotira konsentratsiyasi uchun zarur. Yog' turlari haqida aytib o'taman. Yog'lar 3 turga bo'linadi. Foydali yog'lar, to'yintirilgan yog'lar yurak va miya sog'lig'i uchun foydali. Zaytun moyi, yong'oq, avokado, baliq yog'i. O'rtacha iste'mol qilish kerak bo'lgan yog'lar, to'yingan yog'lar, ya'ni ortiqcha bo'lsa zarar, me'yorda esa foydali hisoblanadi. Sariyog', go'sht yog'i, misol uchun kokos yog'lari. Zararli yog'lar ham bor, trans yog'lar deb ataladi. Ular ortiqcha vazn, yurak kasalliklari va boshqa muammolarga olib keladi. Misol uchun fast food, margarin, chipslar, qovurilgan ovqatlar,
Kunlik yog' ehtiyoji. Oddiy odam uchun kuniga 0.8 1 grammdan har 1 kilogramm tana vazni uchun ko'paytiriladi, ya'ni hisoblanadi. Bu haqda kengroq misol uchun tanangizga qancha kilokaloriya kerak, qancha uglevod, qancha yog', qancha oqsil kerak degan haqda ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga qoldirib keting. Kilogrammingizni batafsil sizlarga ma'lumot berib o'taman. Videoroliklarimda mana shu kommentariya bo'yicha juda ham tezkorligiga javob beraman. Birorta kommentariya javobsiz qolmaydi do'stlar, va'da beraman. Kanalimga obuna bo'lib qo'ying va videoni yana davom etkazib ketamiz. Sportchilar va mushak o'stiruvchi xohlovchilar uchun qancha yog' iste'mol qilish kerak deydi. 1-1,5 grammdan har 1 kilogramm vazn uchun. Oz istaydi bo'lganlar 0.5-0.8 har 1 kilogramm vazn uchun. Masalan, agar sening vazning 70 kilogramm bo'lsa do'stim, oddiy hayot tarzida 56-70 gramm yog' iste'mol qilsang bu me'yorda. Sport bilan shug'ullansang 70-105 gramm yog'. Ozmoqchi bo'lsang 35-56 gramm yog'. Yog'ga boy mahsulotlar 100 gramm uchun aytib o'taman. Zaytun yog'i 100 gramm yog' ichida 900 kilokaloriya mavjud. Juda ham kilokaloriyalar yuqori yuradi yog'da. Yog' yetishmovchiligi belgilarini aytib o'taman. Quruq va yomon teri, sochlarning to'kilishi, xotira va diqqatni jamlashda muammolar, gormonlar muvozanati buzilishi, yog'ni iste'mol qilish bo'yicha maslahatlarim berib o'tib ketaman. Kelgusi videoroliklarimda lekin misol uchun testosteronni qanday yo'l bilan ko'tarsa bo'ladi, shular haqida to'xtalib o'taman. Shunday qilib yog'lar tanlab me'yorda iste'mol qilsangiz, organizm uchun sog'lom va kuchli tana qurishingiz uchun katta yordam beradi. Shunday qilib videomiz xulosasi: oqsil mushaklarni qurish va tiklash uchun kerak ekan, demak, uglevod energiya beradi. Yog' organizmingiz uchun to'g'ri ishlashni ta'minlaydi. Kaloriya esa hamma oziq-ovqatlardan olinadigan umumiy energiya manbai. Ya'ni oqsil, uglevod, yog'ni tenglamasda. Agar yana tushunarsiz joylari bo'ladigan bo'lsa, do'stlarim, so'rangizlar. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha, kelgusi videorolikda nima haqida olaydi do'stlar? Shu haqda kommentariyada qoldirib ketsangiz batafsil ular haqida ham ma'lumotlar qoldirib o'taman. Rahmat, sizlar bilan Davronbek Zoirov bo'ldi.